keyingi ishtirokchimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan tashrif buyurgan Hoji Akbar Abdupattoyev. Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Hoji Akbar Abdupattoyev. Men Andijon viloyati Marhamat tumanidagi Do'stlik mahallasida tug'ilganman. Mening yoshim hozirda 12 da. 7 yoshimdan beri qo'shiq aytib kelmoqdaman. Men kelajakda mashhur san'atkor bo'lmoqchiman. Meni Bolajon shouda kuzatinglar. Vatanimiz O'zbekiston. Judayam ajoyib qo'shiq bo'ldi. Ana endi hakamlarga yuzlanamiz. Ajoyib chiqish bo'ldi. Ovozingiz juda ham chiroyli ekan. Menga qo'shig'ingiz ma'nosi ham yoqdi. O'zbekiston vatanim. Siz shu qo'shiqni o'zingiz aytganmisiz? O'zim aytganman. Ha, unda menga o'zingiz yaxshi ko'rgan, istagan qo'shig'ingizni bir ijro qilib bering. Ha, ishonch hosil bo'lish uchun ekan. Marhamat. Yarim oqshom quchib bola beshigini, ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Farishtalar oching jannat eshigini, tog'tongacha aytgan onalarga. Onalarni ranjitganni bag'ri diling, tuni sizdek bedor o'tgan qadrin biling. Qaddi bugib poyin o'pib ta'zim qiling, tog'tongacha aytgan onalarga.
Pattoyev. Barakalla. Menga juda ham ovozingiz yoqdi. Kelajakda bundan ham katta martabalarga erishishingizni sizga tilab qolaman va sizga omad tilayman. Rahmat. To'g'risi menga ovozingiz juda ham yoqdi. Ra'noning aytgan gaplariga qo'shilaman. Kelajakda zo'r xonanda bo'lasiz degan umiddaman. Rahmat. Marhamat Sevinch. Barakalla, juda ajoyib, menga juda ham yoqdi, mazza qilib tingladim. O'zi kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Artist bo'lmoqchiman. Ya'ni xonanda bo'lasiz. Xonanda bo'lmoqchiman. Barakalla, niyatlaringizga erishing va sizga kelajakda omad tilab qolaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Barchalarga. Haqiqatan ham xonandalik bu tashqaridan qaraganda oson tuyulishi mumkindir. Lekin albatta sizda agar iste'dod bo'lmasa va shirali ovoz sohibi bo'lmasangiz, muxlislaringiz ham bo'lmaydi va sizni tinglashmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Buning uchun esa ko'proq nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mashq qilish kerak, ustozlar bilan shug'ullanish kerak vaqtida. Demak, o'qib o'rganish kerak deyaptilar. Albatta, har bir sohani egallamoqchi bo'lgan aziz siz bolajonlar ustozlarga diqqat bilan quloq soling va ular nimani aytsa bajarishga harakat qiling va siz oldinda bo'lasiz shunda. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Salomat bo'lasiz. Biz sizga mana bu qarsaklarni yo'llaymiz. Andijonlik do'stim, sizni dasturimizda xush ko'rdik. Kayfiyatlaringiz qanday? Mening kayfiyatim a'lo darajada, o'zingiznikichi? Meniki doim a'lo. Dasturda ishtirok etib, xotirjam bo'ldingizmi? Ha, albatta, chunki dasturga chiqish uchun qancha mashaqqat ketar ekan. Rosa mehnat qildim, mana oxiri ishtirokchiga aylandim. Kastingdan o'tish qiyin bo'ldimi? Ha, rosa qaytarishvordi 5-6 marta meni. Lekin men maqsadimdan qaytmadim. Yana va yana harakatdan to'xtamadim va ishtirokchiga aylandim. Mehnatlaringiz zoya ketmaganidan biz ham xursandmiz. Ha, o'zim ham va ota-onam ham xursand. Hoji Akbar, bizni dasturimizga kelayotganingizda hammaga aytib keldingizmi? Meni ko'ringlar deb. Ha, Xonzoda, sekin aytasizmi? Hammaga aytib keldim. Ayni damda kimga salom yo'llashni xohlaysiz? Birinchi o'rinda otamga salom yo'llayman, chunki san'atga tiklanishimga otam sababchi bo'lgan. Otamga salom yo'llayman. Hozir musofirdan meni kuzatib turmoqda. Qayerdan kuzatyaptilar shunda? Ular Moskvada kuzatib turmoqda. Ha, biz ham xursandmiz. Yana kimga salom yo'llashni xohlaysiz? Barcha do'stlarim, mahalladoshlarim, buvim, amakilarimga Bolajon shoudan salom.